Bismillah. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana Xudo xolasa, keyingi zakazlarimizni ham ustunovka qildik. Bu yerga 3 ta eshik, 2 ta rom. Xudo xolasa akamizga olib kelib o'rnatdik. Qashqadaryoda qayeri aka? Beshkapa qishlog'i. Mana Xudo xolasa akamiz internetlardan ko'rib, Xudo xolasa eshiklar aka yoqdimi? Yoqdi, zakonniki. Mana Xudo xolasa akamizga olib kelib ustunovka qilib berdik. Hali aka kamchiliklari boshqalari Internetdan zakaz qilib, internetdan ko'rib, aloqa zakaz qildik. Mana haqiqatan qolganlarga ham tavsiya qilasiz aka. tavsiya qilamiz. Xudo xolasa mana atilgan. Nasib bo'lsa, yerdan ham ko'p kelasiz aka. Aha, bo'ldi. Xo'p aka, Xudo xolasa. Qulluq bo'lsin aka, endi aka ishiromlar. Xudo xolasa. Biz endi bir qator arzor qilib olamiz. Mana Xudo xolasa. Eshiklarimiz razmeriga kelsak, 1,5 ga 2,5 lik shohona fasonda bo'lgan. Orqadan ko'rishingiz mumkin. Masalan, naklari ilosiga bo'lgan, 3 tadan oshgan mashina 08 lik qalinidan bo'ldi bu. Zamonlar ham original. Ochilib yopilishlari ham Xudo xolasa o'ta go'zal. Bu romlarimiz 1,5 ga 1,85 lik. Oynasi yo'dvi. Yermetiylangan. Ichkarida patagonlarigacha kelib o'rnatdik. Bu bir qanotligi. Mana Xudo xolasa, qalinligi ham o'ta qalin, 4,5 cm ga tayyor bo'lgan. Baquvvat. Xudo xolasa, zamonlar ham ishlashlari o'ta chotki. Bunimiz 90 ga 250 lik bunisi. Bu ham 1,5 ga 2,5 bir xillar bular. Kimga eshik xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqa olasizlar. Nomerlarimiz o'sha 99 439 96 90. Xohlasa mana O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunovkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovka bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holda olib kelib ustunovka qilib beramiz. Agar o'zim ustunovka qilib olaman desa, dastlabkilarimiz mutlaqo bepul. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.